Diqqat xalqim, tezkor xabar. Bugun O'zbekistonning ayrim joylarida yomg'ir yog'adi. O'zgidromet bugun 18 avgust kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi esa 35-37 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi esa 34-39 daraja bo'ladi. Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi esa 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi esa 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi esa 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi esa 24-29 daraja bo'ladi. Eslatib o'tamiz, joriy hafta davomida O'zbekiston hududining katta qismida quruq va asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilayotgani haqida xabar berilgan edi. Shuningdek, 17-avgust kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol, ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkinligi haqida ogohlantirish bilan chiqqan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.